uxlamoqchi bo'lib turgan joyimda chaqirib oldilar. Men ham bir oyog'im yo'da, bir oyog'im bu yoqda tapir-tupur qilib keyin voy qanaqa boraman hozir uxlamoqchi edim desam, yetib kel, sani ko'ring dedilar. Keyin hali xuftonim o'qimagandim. Keyin o'qib bo'lib bitta kirsam, Telegramga уже bilet tashatdilar-da, menga bilet olganlar. Bileting 1,5 soatdan keyin samolyoting uchadi. Yo'q, 1,5 soatdan keyin registratsiya tugaydi dedilar. Tez bo'l dedilar. Tapir-tupur uyqusirab uxlamoqchiligim ham esimdan chiqib ketib, nima olishim kerak edi, qatdan olishim kerak edi deb chimodanga solib saharda chiqib ketganman. Ovoz. Shunaqa ovozlari. Deb gapiradi. Bariton dermadi, nima derdi? Alhamdulillah, erkak bo'lsa shunaqa bo'lsin degan ovoz to'g'rimi? Men har doim aytganman-ku, ovozlari yo'g'on deb. Bu erkak kishiga yarashadigan ton, baritonmi? Shunaqa.